Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Manzuraxon opajon, siz bilan bog'lanmoqchiman. Kim bilan? Manzuraxon opajon, siz bilan bog'lanmoqchiman. Ha, rahmat. Men bilan. Sog'lomsiz, ahvollaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Biz sizga ayni damda dilimdagi maktubim loyihasidan qo'ng'iroq qilmoqdamiz. Boshlovchi Surayyo bo'laman. Bugun tug'ilgan kuningiz munosabati bilan yetkazilishi kerak bo'lgan tabrik xatimiz bor. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tabriknomani sizga yaqinlaringizdan kim yo'llayotgan bo'lishi mumkin? Bilmaman, endi yaqinlarim ko'p ertalabda singlim Masudaga yo'lladilar. Endi qizlarimdir-da. O'g'lim safarda. Ushbu tabriknomani sizga xo'jayiningiz Shavkatjon aka, o'g'lingiz Sherzodbek aka, katta kuyovingiz Jakbaral aka, qizingiz Shahnozaxonov, kichik kuyovingiz Jobirxon aka, nabiralaringiz Muhammad Ali va Imronbeklar, barcha yaqinlaringiz va oila a'zolaringiz nomidan mehribon qizingiz Shahzodaxon opa yo'llayaptilar. Tenjonlar sog' bo'lsin. Yurxatim qo'sha qarisin. Agar ruxsat bersangiz, ular yo'llayotgan risxonlarni o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Assalomu alaykum hayotim mazmuni. Oy yuzligim, go'zal qalbligim, farishtaginam, qirolicham meni, jannatim onajonim. Bugun ushbu loyiha orqali sizga o'z dil izhorlarimni, tabriklarimni sizga yo'llashga qaror qildim. Onajon, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz bundan-da ziyoda, tanajoningiz omon bo'lsin. Qalbingizda huzur, halovat, yuzingizda hamisha tabassum bo'lsin. Inshaalloh martabangiz bundan-da ulug', qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. Har yerda yuzingiz yorug' bo'lsin. Doimo duolarimizda bo'lib, hayotimizni, xonadonlarimizni nurga, fayzga, ma'no mazmunga to'ldirib yashang. Ilohim farzandlar, nabiralar davrasida uzoq yillar mehribon ona, nabiralarning mehribon buvijonisi bo'lib, quvnab yuring. Boringizga shukrlar aytaman. Sizning sof mehringiz oldida bir umr ta'zimdaman. G'animat dunyoda, g'animatim onajonim. Men sizni juda yaxshi ko'raman. Hech qachon armoningiz, dardingiz bo'lmasin bu dunyoda. Borligingiz uchun Allohimga mingdan ming shukronalar aytaman. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Onajonim, men sizni juda yaxshi ko'raman. Bahorlarga o'xshab yuzingiz, quyoshlarning qizisiz onam, eng chiroyli gulsiz o'zingiz, siz gullarning gulisiz onam. Ta'rifingiz doston olamga, qog'oz yetmas yozsam qalamga. Ziynatdirsiz ko'ngil dalamga, siz gullarning gulisiz onam. Siz tomonga bahor shoshilar, iforingiz har yon sochilar, sizni ko'rib gullar ochilar, siz gullarning gulisiz onam. Poyingizni unib chechaklar, tegrangizda etib yetaklar, duoyingiz baxtga yetaklar, siz gullarning gulisiz onam. Ushbu ajoyib she'rni ham taqdim etishimizni so'rab qolganlar. Tenjonlar sog' bo'lsin. Yurxatim qo'sha qarisin. Men ham tenjoningni sog' bo'lsin. Yashani, rahmat. Onajonim, yana bir bor sizni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ilohim umringiz uzoq, rizqingiz baland bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, yashani. Sizlarning ham ishlaringizga omad. Yashani, rahmat. Onalar ko'p dunyoda, men uchun siz bittasiz. O'zingizga
ko'zligim mani, shirin so'zligim mani, dunyoda ishonganim onajonim mani. Shahlo ko'zligim mani, shirin so'zligim mani, hayotim go'zal doim siz bilan onajonim. La 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 Quyoshga o'xshab kular, bog'imda yashnab turar, dardimni o'zi bilar, beg'ubor onajonim. Umringiz uzun bo'lsin, kuningiz huzur bo'lsin, baxtliman kunliz to'lsin, jannatim onajonim. Shahlo ko'zligim mani, shirin so'zligim mani, dunyoda ishonganim onajonim mani. Shahlo ko'zligim mani, shirin so'zligim mani, hayotim go'zal doim siz bilan onajonim. La 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 Shahlo ko'zligim mani, shirin so'zligim mani, dunyoda ishonganim onajonim mani. Shahlo ko'zligim mani, shirin so'zligim mani, hayotim go'zal doim siz bilan onajonim.